bir kishi, ikkita musulmon kishi yoki ko'chada, masjidda, qayerda bir-birlariga yo'liqqan vaqtlarida Eid Qurbonda mana shu takbirni aytingizlar. Farz namozlaridan keyin 3 kungacha mana shu takbirni aytish buyurilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Buni ishlaringizda aytasizlar. Allohu akbar, Allohu akbar. La ilaha illalloh, Allohu akbar. Allohu akbar va lillahil hamd. Allohu akbar, Allohu akbar. La ilaha illalloh, Allohu akbar. Allohu akbar va lillahil hamd. Mana shu takbirni har bir farz namozidan keyin 3 kungacha aytiladi. Ikki kishi bir-birlariga yo'liqqan vaqtlarda ham mana shu takbirni aytishlik Eid Qurbon oyida juda katta savoblarga erishiladi. Eid Qurbon namozining vaqti kirib qoldilar. 2 rakatlik namoz. Mana buni men sizlarga o'zbek tilida har na tushuntiraman. Ustimga bu vojib namozi. Ustimga vojib bo'lgan 2 rakatlik Eid Qurbon namozini o'qimoqlikni niyat qildim. Qiblam bo'lgan muqaddas Ka'ba tarafga yuzlandim, xolis imomga iqtido qildim, xolis Alloh uchun Allohu akbar deb niyat qiladi. Mana shuni turk tilida yoki qaysi tilda bo'lsa ham mana shu. Alloh qabul etsin. Şeyden de alaylar. Imomga iqtido qildim, xolis Alloh uchun Allohu akbar deb niyat qilinadi. Saflaringizda to'g'rilab olaveringizlar. Namoz vaqtlarimiz bo'ldi. Imom mana shunday Allohu akbar degandan keyin har doimgi namozga ana o'qigandek sano o'qiladi. Subhanakallohumma